Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun bizda yana bitta ajoyib sensatsion natija. Ukamiz vahima xavotir buzilishidan bitta seansda chiqib ketdilar. Shu haqida hozir o'zlaridan eshitamiz. Qachon, qanchadan beri boshlangani shu haqida o'zingiz aytib bersangiz-ku. Nimalar bo'ldi? Qanaqa natija, qancha siz bilan shug'ullandik? Hammasini iloji boricha to'liqroq aytishga harakat qilsangiz. Bo'ldi gaplari. Men ham o'sha Rossiya dedim. O'sha avariya bo'ldi deb telefonda vizit bo'lgandan keyin o'sha holatdan keyin shokka tushib qoldim. Birdaniga oyoq qo'l qaltirash, ishga borsam ham bora olmadim. Bir kun 17tasiga qo'zg'aldi, davlina, bosh aylanish, qon qo'yuqlanish, o'sha narsalar bo'ldi ekan. Keyin O'zbekistonga keldim. U yanvar oyida bo'lgan narsada yaqinda. Xususiyda yotdim aka. 10 kun davolandim. Ayda yaxshi bo'lmadi. 2-3 kundan keyin yana uyga borsam, skoroy chaqiradigan bo'lib, tana sog'lom, 2 xil bo'lib qolasiz ekanda. Keyin oxiri boshim qotdi, o'zimiz poliklinikaga ham bordim. Ko'rinmagan doktorim yo'q, bormadim-da doktor. Oxiri YouTube orqali Ravshanbek akani ko'rib kelib, mana shu yerda olsa tavsiyalar bilan chotki bir kunda sog'ayib ketdik. Mana o'zimning holatim gapirganda duduqlanish bo'lardi aka. Hozir chotki qo'rqmay. Nimalar sizni bezovta qiladi? Qaysi holatlarda qo'rquv bo'ladi? Shularni ham ayting-da. Skori kelganda, o'lim holati bo'lganda vahima. Kechqurun qorong'i tushganda o'sha depressiyaga tushib, vahimaga tushib, o'zimni o'zim xuddi g'alati o'lib qolamanmi degan holat bo'lardi-da. O'tirishlarga borolmay turuvdingiz, to'g'rimi? To'y marosim, misol bog' boqib, bolalarimda boraman desam ham qo'rqib haligi oyoq qo'lim bosh aylanib, bozorda ham boshim aylanardi. Endi hozir bunaqa narsa yo'q. Kecha bozorga ham shanba kuni keldim, o'sha bozor kuni chiqib ko'raman bozorga deganingizga. Chiqib ko'rdim, tavsiyangiz o'ta yaxshi, zo'r effekt berdi. Sizga kattakon rahmat aka. Sizga ham rahmat. Sizga o'xshagan mijozlarga, kasallarga, bemorlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Mana shu Ravshanbek akamning yoniga kelinglar, tavsiyasini olinglar. Xudo xolasa yengil bo'lib, o'zlaringda bo'lib, qushdek parvoz qilasizlar. Mana men ham xudo xolasa. Bu psixoterapiyada, psixoterapiyani juda ko'pchilik savol berishyapti. Nima o'zi u? Ukol qilasizmi, boshqa qilasizmi, gipnoz qilasizmi degan narsalar. Shunga mana siz qisqacha aytib ketsangiz, masalan, gipnoz emas bu, to'g'rimi? Yo'q, siz uxlatib qo'yib, yo boshqa qilganim yo'q, yo ukollar ulaganim yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Bir soat siz bilan suhbatlashib, gaplashib, o'zini texnikalari, metodikalari orqali ukamizdagi o'sha qo'rquvlarni yo'qotdik. Shu darajada ta'sir qilyaptiki, yangi metodikalarimiz, hattoki o'sha ba'zida bitta seans, ba'zida ikkita seansda ham mijozlarimizda katta o'zgarishlar ro'y beryapti. Kimda shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.